Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana sotuvda qo'chqorimiz. O'zi qo'chqor fevralskiy, lekin bitta tushib qolibdi buni. Lekin fevralda tug'ilgan qo'zi. Bu liniya Landras, bu Landras nevarasidan tug'ilgan. Buni onasi Nurchorvadan chiqqan. Nurchorvadagi Sog'liqlardan. Ekstriyeriga baho berasizlar. Qo'y qilaman deganlarga zotga rangi svetli Vertex inshaalloh ekstriyer dumbalari ham ketmon tazriyadan tepagacha ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Bo'yi 90 atrofi, quloq 20 plyus. Assalomu alaykum Instagram obunachilarimiz. Urug'likka qo'chqor so'ragan akalarimizga mana 2 dona arashan qo'chqorlarimiz. Mana akalar. Qo'chqorlarimiz o'ta ham yo'l ekan. O bo'yinlariga ham ahamiyat berasizlar akalar mana. Novvos bo'lib ketgan qo'chqorimiz mana. Dumbani razrezi bor. Hop, sog'liqqa ishlashlariga garantiyalarni beramiz. Mana oyoq qo'lni yo'g'onlariga ham e'tibor berasizlar. Tush mana. Qo'chqorimiz o'ta yirigidan mana akalar. Bunchi ishi nechta edi? Bunisi 4 ta. Mana 4 chagalar mana. Bo'ldi 4. Bunisi ham 4 ta. Bahorisi yo'rya 3 Ha tish. bu 2 tish ekan bo'ldi. 4-chisini endi yoryapti ekan. Mana akalar. Urug'likka qo'chqordi. Velikandan so'ragan obunachilarimizga mana tavsiya qilamiz. Bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar akalar. Oyoq qo'lni yo'g'onlariga ham e'tibor beringlar. Bo'ylari 95 plyus minusga olaverasizlar akalar mana. Xo'p, yosharligi 2 tish 4 tish variantidan. Xo'p, narxlari xudo xolasa kelishilgan holatda qilib beramiz. Ikkinchi qo'chqorimiz liniya Nasarok. Qulog'i 21. Bunisi 10 oylik qo'chqor. Bo'yi 88 chiqdi buni. Krasavchik. Mashina. Qo'zitish. Maşallah. Nima qo'chqorimiz liniya Blandi. Bo'yi 95, qulog'i 22. Turishlar. Krasavchik.
hozirlar biz aloqaga chiqib qolasizlar. Qo'zitish ochlarni ham ko'rsatamiz. Maşallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahli jamoat, mana afg'on qo'l sog'lig'imiz. Bir mashalloh deb qo'yasizlar. Shunga ma'qul kelsa sotiladi. Yaxshi qo'chqorlarga ishlayveramiz inshaalloh. Bo'y 90 kg, qo'zitish, quloq 20. Dumbalari, kastelari chotki. Mashalloh. Orqasini ko'rsatdimmi? Orqasini. Yonboshlab. Ishni men tomonga ochib qo'ygan odamlar. Qo'zitish. Mashalloh. Mana aka. Qo'chqorni sog'lom. Sog'lom, chiroyli narsa. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 4 dona yarichka qo'l sog'liqlarimiz. Qo'ylarimiz 7-8 oylik. Qirg'iziston qo'ylaridan qo'l sog'liqlar. 7 dona quloq, garbonoz, dumba, razrez. Hammasi o'ta go'zal holatda qo'ylarimiz. Qo'ylar Namangan shaharda turibdi. Yaxshi qo'y olaman deganlar 4 dona. Zo'rlardan kelib qo'ydi. Yaxshi qo'y olaman deganlar mana shu ishlarimiz. Hammasi dumba, razredliklar, quloq, garbonozlar o'ta go'zal holatda. Assalomu alaykum Arasham muxlislari. Temurskiy liniya bo'lib qolyapti. Qo'zi qo'chqor 9-10 oylik atrofida. Bo'ylari 90 atrofida. Bitta tashab ko'rsatib ham qo'ramiz. Salkam to'g'ri 85 ga olinaversin bo'ylari. 85. O'ta svetli, suyalari ham go'zal, kalla, quloq joylashuvlariga bitta ahamiyat qo'yasizlar. Ko'zni tagida ancha ko'z tagida joylashgan svetli narsa. Aka bitta old orqalarini bitta ko'rsataylik. Qo'chqor o'ta go'zal, tikka narsa. Orqalarini ham. Dumbalari ham tikka, tashlamagan dumbalari. Razrezlari bor mana dumbada. Tikka dumba. Xo'p, tishini ham bitta ko'rib qo'yamiz endi. Mana akalar, tishlari marjon. Hali ancha bor tish bo'lishiga. Haqiqiy mana qo'y qilaman, qo'chqor qilaman degan aka-ukalarga qoni toza narsa, Temurskiy liniya. Yaxshi qo'zi taklif qilamiz. O'ta svetli narsa, buni junlarini olib yana bir video qilib tashlab beramiz. Go'zal narsa. Qiziqqan aka-ukalar aloqaga chiqa olasizlar. Shu sog'liqlardan ham bitta beraveramiz akalar, qiziqqanlarga. Mana qo'chqorning holati go'zal. Assalomu alaykum aziz aka-ukalar. Mana shu qo'zi qo'chqorchamiz sotuvga chiqdi. Juda go'zal narsa. Sekin ocharib kelyapti ko'zning atroflaridan, orqa tomonlaridan mana stoykalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Garbonoz bilan quloqqa ham. Quloqlari 22 plus 23 ga tushadi bemalol. 22 ga beraveramiz. 22 ga beramiz, toza 22 ga. Mana kalla formaga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Tumshug'i bilan ko'z taglari sekin oqarib kelyapti. Qo'zi hali juda mayda tishlari ham. Dumbalari tikka, razrezlari bor. Hali qo'zi, bu hali endi mana suylarga e'tibor berib qo'yasizlar. Yoshiga to'lib tish buzgandan keyin juda yirik narsa bo'lib ketadi. Xudo xolasa bo'ylari 80 plus akalar. Hali o'ta yosh bu. Qo'zi qo'chqorcha. Yaxshi qo'y qilib olaman, quloq uzun qo'y qilaman degan aka-ukalar aloqaga chiqsanglar beramiz mana. Formalari juda go'zal, xudo xolasa. Mana kallaga
Garbanos quloq joylashuvlariga e'tibor berib basda. Oldinlari moshni, to'shlari ham chiqib turibdi. Junlarni olib qo'ydik, shuning uchun nozik ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Quloqqa chiqarasizlar. Quloqlari go'zal. Stokalari ham. Asosiysi qo'yga qiziqishi, qo'yga ishlashi o'ta go'zal. Hozirda emas, qo'zi holatida qo'ylarni qo'yib yuribdi. Shalpay quloq kerak degan akalar aloqaga chiqaveringlar. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. Hozirgi ko'rsatgan 90 ga klichkasi 90 ga degan qo'chqorimizni mana bolalar tushibdi. Hozir shu tug'ilgan paytda 10 kilo ekan. 10 kilogram. Hozir 10 ming dollarga berilmadi deysizmi? 10 ming dollarga berilmadi. Mashalloh. Bu qancha oldi hozir? Tug'ilganiga. Tug'ilganiga toshni stofni ko'rib beray. Bir oylik bo'ldimi? Yo'q, bir oy bo'lgan yo'q. Bir oy bo'ldik mana. Qulog'ini yotish razrezlarida qara. Dumba razrezni ko'rsatdi. 10 ming dollar. Xohlasa hammamizga nasib qilsin. 17-yanvar tug'ilgan. 17-fevral, bir oy bor. 17-fevral. Bir oylik bo'lay debdi. Bir oy bo'lmadi. Toshlarni qara. Mo'g'ul. Inshaalloh. Mashalloh. Hurmatli obunachilar. Qo'y baraka.